Men turgan dumaloq minoraning vazifasi nima, bilasizmi? Qal'a himoyasida shuningdek chuqur zovurlarning ham o'rni bo'lgan. Qal'aga 4 ta darvoza orqali kiriladi. Muhammad Aminxon tomonidan qurilishi boshlangan minora agar bitganida 70 metr masofani tashkil etgan bo'ladi. Minora bilan bog'liq afsonalar bir talay. Sovet davriga kelib esa 30-yillarda bu yer parad o'tkaziladigan joy edi. Bu yerda soqchilar, navkarlar turgan. Bugun esa ularning vazifasini mana bunday turniketlar bajaradi. Agarda chet davlatlar Xorazmga qarshi biror fitna tayyorlayotgan bo'lsa, xon o'z vaqtida xabar topgan. Biz ham oradan 200 yil o'tib, mana shu ostonadan hatto ichkariga kiramiz. Agar 200 yil oldin men shu yerda turgan bo'lganimda,